Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu o'ng tomonimda tumanimiz bolnitsasi. Chap tomonimda aptekalar. 12 ta apteka sanadim hozirgi vaqtda ishlayotgan. 7 ta qurilishi tugallanmaganini sanadim, remont bitmagan. Xullas naryoqda yana 2 ta apteka bor. Общий hisobda bir 20 ta apteka bor ekan, bitta joyda 20 ta apteka. Men Rossiyada ham bo'lganman, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham bo'lganman, lekin bu darajada apteka ko'p ko'rmaganman. Meni o'ylantirgan narsa, nega endi O'zbekistonda bu darajada apteka ko'p? Odamlar shunchalik ko'p kasal bo'lishiga nimalar sabab bo'lyapti? Ehtimol uy qilaman, to'y qilaman, mashina olaman deb odamlar o'ziga e'tibor bermayaptimi? Yoki e'tibor bergan bo'lsalar, lo'llar uncha bir marta kasalxonada ko'rmaganman. Hozir ham mana bir yarim soat, 1 soatdan ko'p bo'ldi menimcha. Salqinda o'tiribman. Bironta lo'li ko'rganim yo'q. Yoki aptekada ham. Ular ko'rganimda ham eslolmayman kasalxonada. Meni o'ylashim bo'yicha, ular ko'p harakat qilganiga unchalik kasal bo'lmaydimi? Biz kam harakat bo'lib ketdikmi yoki shu boya aytganimdek uyim, joyim, uy qilaman, to'y qilaman, mashina olaman deb sog'ligimizga e'tibor bermay qo'ydikmi? Meni fikrimcha endi 20-yilda bu yoqda shunaqa kasallik ko'payib ketdi. Negaki odamlar ancha zaiflashib ketdi. Meni o'zimda ham seziladi bu holat. O'zim ham 4 marta klinikada yotib chiqdim. Shu 20-yilda bu tomonda, bu yoqda. Undan avval biron marta 2 kun yotib ukol olganimni eslolmayman, biron marta. Bu borada sizlarning fikringlar qanday? Kommentariyada kutib qolaman. Video bezmontaj bo'lganligi uchun hayajon bor. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Like va podpiska bosib tarqatib yuboringlar. Agar bu ketishda ketaversa, apteka ko'paygani mayli, 40 ta bo'lsin, 100 ta bo'lmaydimi? Odamlar ko'p kasal bo'lavermasin deyman-da. Misol har kim o'zi biladi. Men ham o'zim bilaman nima sababdan sog'ligimda muammo bor. Hamma o'zi sharoitini o'zi biladi. Boyadan beri kuzatib o'tiribman shu yerda, e'tibor berib. Yoshlar ko'pda kasallar orasida, mana shu yerda yoshlar ko'p. Qarilar nisbatan ancha ham kam. Juda ancha kam. Sezilarli darajada kam qarilar. Chunki o'zim qishloq joyda bo'lganligim uchun qarilar, yosh kattalar ko'proq harakat qilganini ko'raman. Yoshlar o'zimni tanishlarim, tanish bilishlarim, yaqinlarim orasida yoshlar juda dangasada.